Assalomu alaykum o'rtoqli do'stimning ko'ruvchilari, hurmatli fermerlar, hurmatli indik boquvchilar, tovuq boquvchilar, tovuq suyuvchilar. Men sizlarga tovuqlarning jana indiklarning bolarini bilib berayin. Aniqdan sizlar bizning kanaldan olsa ko'rib bilib turingizlar bolalarni. Qancha ekan mana indiklar? Indiklar 2000 dan o'tam men. 2000 so'mdan. Xorozda bular, ha? Bol bo'ldi o'zi sonlar. So'rasam ben satib 1600 'dan. 1600. Qancha yoshlik olib keldingizlar? 10. 1600 dan sotdingiz. 1650 dan. Ha, 1650 so'mdan sotib turibman. Realdi bolalar. Siz qanchada olasiz? Qanchada olasiz indiklarda? Bol bo'ldi. Bol bo'ldi. Aga, 1400 dan sotib tur sovurman. Hozirda bol bo'ldi ekan do'stlar. 1400 ga. Qanchada otasiz ekan indikni? 3000 so'm. Qancha kilogram chiqalar? Bilmayman. Xorozmi jon mastakmi? Xoroz ekan. 7-8 kilogram chiqadi ekan. Qandaysiz, yo'qsiz aka? Indik qanchada otasiz? 3000 deyapman. 1,5. Mastaklarmi? Oldingiz ja sotasiz. Sotyapti. Yaxshi, 2300 qilishyapti. 2300 ga bermadingiz. Bermaydi atman qiladi. Ha? Onaga. Sizlardagi indik olib so'yib jangizlar, indiklar arzon ekan. Qanchadan mana indiklar? 1,5 ming so'mdan. Siz qancha oldi indiklar? Qanchadan? Qanchadan otasizlar? Aytsangiz siz. 2000 kam. 2000 kam. Xorozlar ekan, ha? 2000 so'm. Bir o'lcha jengli bor bu. Cho'chalar ekan-da bu yil, ha? Qayerda ajab bor? Odirda qo'y. Qaysi bol bo'ldi aka? Qancha? Qancha berib qo'ydingiz? 4100 torta. 4100 so'm torta. Indiklarning bolarini bilingizlar do'stlar. Buni oq qancha ekan aka? 2,5. 2,5 ming so'm. Qancha kilogram berib chiqib qoladi? 8 kilo, 7 kilo 8 kilo chiqib qoladi ekan. Bu janob bekshasmi shunda? Bekshas. Bu qoralarcha? 2,5 dan. Qaysi kanal? 2,5. Do'stlar kanali. Mana. Do'stlar. Bu cho'jalar qanchadan aka? Ha, qanchadan berasiz? 650 dan. 650 dan sotasiz sekada. Bular kechkiga olgan, ha? Sotasizmi? Telefon nomerini qoldiraylik aka. Uje 900 da uje mana oxirgi qismi 110 ta keldi buguncha. 900 ta bor bu uyda. Maşallah. Qayerdan keldingiz? Odam joydan keldingizmi? Yaxshi. Qancha indikdan 900 ta qildingiz? Sir bo'lsa aka. 180. 180 tadan. Yaxshi. Hozir bu sotib olsa sotasizmi daha? Yo'q. Men Telefon nomeri yozingizlar 76 menen 04 0996. 04 0996 mana ekan. Ko'ringizlar. Bo'ldi aja tortmayman. Indiklar qanchadan aka? 3000 so'mdan. Bu yil qichochalar o'xshaydi, ha? Bo'ldi? Qanchadan berdi? 1,5 ming so'mdan bermadingiz. Qanchaga beraymi otasiz? Kep qoza, ha? Siz qanchadan otasiz? Sizga emas. Qanchadan ekan, ha? Bilmadingizlar. Indiklarning bolarini ko'ringizlar, do'stlar. Sizlardagi biznes qilingizlar, indikni boqib, kuzunda sotingizlar, do'stlar. Bodana qancha bodana aka? Bodanalar. 100 so'mdan o'tam. 100 so'mdan. Sotdingizmi? Qanchadan sotyapsiz? Qo'lga tegish 90-80 bo'ldi. 90-80 so'mdan sotib turgan aka. O'rdaklar qancha olyapti aka? 1200 beradi. Qaysiga? Bunaqa 1200 mi? 1200 so'm berdi odam teyasi. Do'stlar kanali. Do'stlar. Qanchadan olasiz xorozda? 1,5 ming. 1,5. Parodoz qanday buni?
Jersey. Hani geldiniz? Bol oldu. Qanchaga berib edingiz? 800 ga berib edingiz. 800 ga berib turibdi. Real dubalarni sizlarga ko'rsatib berayin do'stlar. Sizlar bizning kanaldan olsa ko'rib turingizlar. Like'ni bosib turingizlar. Qancha bular tovuqlar? 500 so'm. 500 so'm. Qancha oyliklar? Bu bahorgilar. Bahorlar. Tuvadasiz tuxum. Ha, tuxum boshladi. Sotdingizmi? Sotdik. Qanchadan berdingiz? 400 dan. 400 dan sotdingiz. Mana 400 so'mdan sotdik. Ko'rib turingizlar, bilib turingizlar bolalarni. Sizga. Qanchadan qorozlar? Qorozlar kimdan qorozlar? Qorozlar nesi jo'q o'xshaydi? Jo'q ekan. Mana qarab turingizlar. Mana bu big chest ekan. Boshqacha baradami? Burilarmi? Qanchadan olasiz? 5000 ekan. 5000 so'm. Qancha kilogram chiqadi? 20 kilogram. 20 kilogram. Qancha bo'ldi ekan? Bo'ldi. Bo'ldi. Qanchaga bo'lsa berib berasiz aka? 4700. 4700 so'mga bo'lsa berasiz. 4700 kilogram go'sht qilchu bo'ldi. 20 kilogram deb. Ka induktor sizdanmi? Qanchadan aka? Yo'q, mendan emas. Induktor kimdan acha? 1000 so'mdan ekan. Mana aka. 1000 so'mdan berayotgan mana. Cho'jalarchi cho'jalar. Ordig'i 1000 so'mdan ekan. Qancha berib qo'ydingiz shu qorozga? 350. O'ziga-mi? Kim? Yo'q, bu 400 500 da odat. Siz qancha berayin deyapsiz? Men bergan o'zimnikini aytardilar. 250. Bularni tartaver. Bo'ldimi? Siz tortmaysiz degan bo'ldi. Bo'lmasa. Qanchadan ekan acha? 400 so'mdan kam bor ekan. Bu qoroz mostaga oralash ekan, ha? Mostaga qoroz oralash ekan. Bu tovuqlar qanchadan aka? Aka 400 so'mdan berib olaman. Tug'adimi? Tug'adi. Tug'maydi, to'xtadi. Suqa tug'aydi. Nibo to'xtadi. 400 so'mdan berib beraman deb. Aka realda bolalar ko'rib turibsizlar. Qanchadan bu tovuqlar? 600 so'mdan. Bo'ldi, qancha bo'ldi aka? 400 dan berib berdingiz. Sizniki qancha? 700 so'mdan. Ko'ringizlar, bolalarni. Qanchada otasiz buni? 600 so'm. 600 so'mdan. Qanchaga sotmading? 500 so'm. 5 so'mdan sotmading. Bu kimniki ekan, sizniki? Qancha bulari? 500 dan kam bor ekan. 5 so'm. Tuvada bular? Qanday parada? Bu qora tovuq. Qora tovuq. Mana o'rdak turadi, bilalchi. Bu o'rdak qancha so'm? O'rdak 170 kam. 170 kam bormi? Yaxshi. O'rdaklar qanchadan aka? O'rdaklar xo'rozi 700 dan kam bor, mastay 500 dan kam bor. Qanchadan berib berasiz aka bo'lsa? Bo'lsa 300 so'mdan mastay xo'roz 500 so'mdan ketyapti. 500 so'mdan xo'rozlar, 300 so'mdan mastay. Bo'ldi aka, siz chiqarmang. Qanchada otasiz aka? Ekon 3000 ga. Ekon 3000 so'm. 3000 so'm. Nega g'ozlardan bilaychi? Do'stu kanali. Qancha bu g'ozlar? G'ozlar 1,5 so'm. Erkakmi? Cho'ja. Shunda qo'rozorja mastiklarmi? Bilmaysiz. Qanchadan bo'lsa berasiz aka? 1000 so'mdan bo'lsa 1000 so'mdan bo'lsa beradigan. Mana aka, hurmatli o'zilar, og'alar, sizlar bizning kanalda ko'rib turingizlar. Like bosib turingizlar. Sizlarga to'lig'imen No'qotdagi tovuq bozori, jana indik bozori sizlarga ko'rsatib berdik. Qancha berib qo'ydingiz? 1200. 1200 so'm. Xo'roz masta ekan-a? Ha.